Oy, uylarni ol bizga, bizga ham qo'y. Yaşa oğlum. İşkemde devam edelim. Yoldan kalk. Farkat. Baba gidelim. Aha, давай. Müziğe koymak istedik. O yandan bak. Tamam. Bizim sayısı. İçeridekilerden alıp koyasın. Aynen, boylarından tekileye. Tazayam sulu kulu var beni. Dağlı cama kılıp koyma. Agar dava oğlum. Bana hakim. Ana kulağıyla da aldım. Ver çekedin ola verin. Yavrum aynen kurum kayakta kaldı. Kudağı çoluk çekti. Yok şey yok. Kuru kuram çıkma öyle sarsam olur. Bir ayında kelever. Koy, ap gele koy iş gerek. Masvayımın koşulup ket kovasın dağı. Çıkkaladı. Şaş be. Basbayınızı hem kıstırası. Bana pulun içine düşüp battır da. Ana bir koy kıstıram onu. Koy. Koy ben 3 günden beri beni resim kalasın. İyi. Ne? Koy. Koy. Koylar bak kızmak. Şu test değil. Kıyav kem bana erge. Kem o koz. Aa, hammasını ola verin. Burada kulağına düşkana. Apa bana bir hatırım. Koyduk ha şey koyduk. Aa ne? Kudanız Sarpay giydirecek kan da yapsınlar da sarpay giydirecek. Baytı koyak dedi ya. Şaş oldu. Şaşın olanlar. Sarpay giydirecek. Aa şu yerde ola verin bana. Şu videoları da sarpay vermedi. Yenem çakı bu ne diyelim. Kana. Bir de bakarayım. Bak bunda bir tüde bunda var mı? Bir tüde. Sanday Aslı o hak var. Bir tüde var. Haklıya bereket Allah. Atena piyakta. Bana bir yatır. Ağla bereket Allah. Piyaktan kızma rahmet. Bir yaktı 75 yaşı oldu bir yaktı akşam alayım. Videoya karan video. Bana video kaçışım. Men hadi öyle düşecek. Aa ne yaptın? Kelin opasın, bana kaynıyorsun oğlum. Kaynasın çomak kol düşüp kovasın sakın. Afganistan'a var.
O yoqda ham bu yoqda ham Farhod aka. Bo'ldi, ketyapmiz. Kel. Ketyapmiz. Dasturxon soldingizlar? Banda. Kuyov bo'lsin bo'lasiz. Iyi. Ana men bolam, anaka, narsa qarang, bo'lasiz kuyov. Anaka, rasmga tushdim men bolam. Adina. Ana. Farhod aka bu yoqda. Kelinni ham bu yerga olib qo'ying. Teşekkür ederim. Qaynetesem bordim. Jenga ro'mol olib Mana videoga tushgili qizlar. to'xtab tursin. Brashing betini berja qarab qo'ying, ular deb. Keldi tushiryapti. Uxtab turganlarda ham olib kirsin, ro'mol kamera. Soch amalab keyin. Qovus. Qachiga qiz qochib turma, uxtab turganlardan bir olib. Qaranglar, qaranglar. Marhamat yo'q bu yerda. Yo'q. Men buni Adinaga qarab. Bu yoq bo'lsa tashqariga chiqamiz. Bo'lmaydi. Qara qaling oldi. Kamera urumolabga urumol. Jengam yurtda, jenga. Bak qalinga bas. Ha qalinga bas kerak. Ochib bersan. To'xtab turing 5 minut. Kiyinayapti ekan. Eyman. Bunday mana bu yoqda bunday tushirib keling. Bundayga. Mana kiram, qazg'at. Yo'q, yo'q. Mana o yoqqa qaranglar. Mana Botirni ham bitta olib qo'ying. Davom turingizlar-da. Yo'g'origa, kelin oldiga o'tingizlar. Bor ekan. Xudo sitar xudo, oyda. Sarpay Kelingizlar. Xo'sh keldingizlar. Mana qizlardan shuning yoningizda qizlardan. Farhod aka ayda keldi bu yoqqa. Endi bo'ldi, rahmat. Qaranglar, ey beqa. Magazini buyurmasın. Biraz kecha menga aytdingiz. Bo'ldi, keling. Aytmayman ekinchilik. O'tiringizlar, o'tirib. Kecha men odamlar zakazini bajargan o'zimnikim emas. Do'p kiyishga qancha vaqt? O'tiring. Ichkariga kirmasangiz olinmaydi. Nima qilay? Mana oldiga bormasangiz olinmaydi. Nimasini bilmaydi. Oldiga boraymi? O'tiring, keldim ko'p chiqasiz. Kirmadi, ichagi o'zim. Qoshqaray, seni o'g'ir dedi. Tushuvering. Bu yoqqa esdan ketadi. Roman o'xshaydi. Olga qilg'ilab. Solay qat. Qaragani şey kim bor ekan? Qan? Ha, kelin bor ekan. Shahnas qan? Patshangda bor. Shu yoqqa. Voy. Endi jengillashyapmiz. Ayya. O'qishi yo'q. Menda bo'lsa o'z mazil. Mana bu yoqda. Farhod aka mana bu yoqda. Mana skalatni ham bitta olib keting. Jon. Ey, bitta olib ketmaysan, birashga. Rashtakan bitta choy ichib ketdingiz. Bo'ldi. Voy, qo'l ko'tardim. O'rtada Mana shu bor. O'zimning brashkam bor, qo'ying brashka. Yaxshilab cho'tib qo'yasiz. Bo'ldi. Kerash. Sen ham tushib qolding. Olaveringlar. Kesin uni. Xudolarga bir kirib Kestiring.
Narguyda qudalar bor ekan. O yoqqa ham yetadimi? Ha, yeter. Ha, bo'ldi. Bo'ldi unda o yoqqa chiqaring. Yo'q, men videoga tushiraman. Ovay tursin endi. Olsangchi. Shu kasalar. To'qishtirib nesa, qochtirib. Bunday sal cheka o'tiring, ha. Mayli. Mana 2 yosh vaqti bo'lsin. Ha, hozir. Sog' salomat bo'lsin. Nargi qolib o'tdi xudolardan biri. To'ltir. Ketyapti. Abrashga. Qizilbay, bu yoqqa qarang. Video İşarsın Brashka? 8 Şaşamadingmi? Yo'q. Kasa tog'ni mana kasa qanday edi biz targ'izlar ketganmi? 5 ming hangim olib qo'ying. Iltimos aka bu yoqqa. Video maytonda bir ko'rib qo'yaylik. Mana qara. Men qarab. Brashka bo'ladi. Sharaf qani? Yo biz qo'yamiz. Tashaga ko'z tushib. Tashaga. Yo'q, yaqara. Toz. Domla ko'zibdi. Bana ben to'xtab, men Satma olding endi. Damla. Hop. Endi bu yoqqa. Qani eksin to'q. Sizlar bu yoqqa o'tirib, jarqa chiqib turibdi, sizlar olasiz. Yarıdan qo'ysin. Bizni og'ayim qo'ysin, bunday turibman mana og'ay. Emga og'ay. Brashka. Boya sen meni oldingmi? Ya qarang. Oldingmi? Bo'ldi. Qaravayla qo'y. Olsang bo'ldi. Sho'jlar qizib qoladi. Qo'l ko'tarib bo'ldi, qaravayla qo'y. Shunda olib. Yürümeyiz biz. Kaşı ciğerde ama yaptırdı lazım. Biraz koydu. Boya aytdı da atışaydı. Böyle kino atıştı mı? İşte dinozor çok. Sizin. Meni ko'chib tashakamet tushib qo'ydi. Brashka. Aga. Shularni so'ngga olibdi. Bilan ko'tarib olibdi. Sen de geldin. Step geldin. Shunda bo'lgan. Sen ichasan, ko'zingni tutib. Abdurrahim. Brashka. Ey Brashka. Bu kaça? Buraya gel, buraya gel. Ya qani? Ya, Shamulga qayt etdi, Shamul. Shamulni chaqirib Olib qo'ysin yo'qsa. Rashtaka ko'z. Mayli. Rashtaka. Mayli. Baxtli bo'linglar. Bilasizmi Brashka? Mayli, amak mayli. Bitta klubga olib qo'ysin. Rasht. Rashid. Nasha mana shunaqa yigit bo'lib kelganmiz, bu yigit bo'lib ketdik. Iltimos, qo'l ko'tarman. Ko'tarsang, ekom ko'tar. Amaka. Просто bilib qo'ying, bormi? Haqiqatan yo'qmi shu narsa? Brashka bo'ladi men. Hech qachon jalamachi. Jalmaydi meni Brashka bor-ku. Brashka mallamaydi meni. Jalama. Gapirib oladimi? Ovoz ham oladimi? Yaxshi gapiringlar. Mana shu so'zini shu banay sabab motor sabab qoldim, men o'tirib qoldik. Bizning taomiz. Ismini aytaymi? Bag'raga, Bakir. Bakir bilan qanday o'tirgan ekanmiz. Hamisha shu qanday dasturxon ochib bo'lsin, qanday to'g'ri bo'lsin. Shu yerda o'tirgan qarako'z nima deysin? Hammani omad bersin, oilasi tinchlik bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Xudo xohlasa 97-yilda yosh kutib olyapti. Hayır bayram olsun. Ramazan bilan sari ham baxtli bo'lsin deydi. Endi Karimjonni bitta eshaganda qani? Karimjon. Ataka. Bo'pti, endi bizga so'z berganingiz uchun rahmat. Mana shu bana aytdim, men bana ham aytdim, shu to'y qo'shinqi to'yxona bu qo'shni deydi. Shu gapda bundan hech farqi yo'q.
Ana shundayin shu qo'shnilarda to'y bo'laveradi. Bizning uy ham to'yxona, seniki ham to'yxona. Tog'alasi. Har doim hammaning to'yxona bo'lsin. Mana bugun ukalarimiz Jan ukam, Ravshanjon bugun uylanib, Oshilakaning eng katta farzandi. Birinchi kelin oldi. Birinchi kelin, birinchi uy. Shu bola shu o'zining algisi bilan, jufti bilan baxtli bo'lsin. Kelajakda shu uyning yaxshi algisi bo'lib, faxrli kelini bo'lib yursin-da. Undan keyin Oshilakaning g'ayrati toshib, ana keyin Ikromjonga navbat kelsin. Qo'ylarda yana xizmat qilaveraylik. O'raylik. Qani endi bizning jiyandan bitta qani. Yo'q, hozir navbat keladi. Qani? Mana shu Qattiq. do'stimiz Ravshan to'g'ri o'tirganmiz. Shu 2 yoshga doyimiz qassob. Lekin niyat qilamiz, shu niyatiga. Yaxshi. Vatiki. Vatikal. Men hozir bitta qilaman, keyin mana. Tergovatel ko'tarib Ikromjondan bitta so'z. ko'zi yetdi, bu vaqtda u chovni bitta qo'yadi. Karimjiyan. Mana yuqorida mana Toshkent jiyani yaxshi so'zlar aytdi. Sizlar ham so'zlar aytdingiz. Mana bu jiyan Farg'otni Botir jiyanim yaxshi so'z aytdi. Bu har bir narsa insonning shu tug'ilishidan boshlanadi. Mana shu Xudo xolasa mana biz mana uchalamiz mayli yuqorida qanda ota bo'lib mana Farg'otjon siz ham uylangansiz? Yo'q. Ha, Bo'yda qolsa. bo'yda ekan Bu qatorda endi peshonasidan ko'rinyapti. insonning shunday bir algisi bor. Masalan, tug'ilgandan boshlab masalan hammamiz yosh bola bo'lganmiz. Mana o'sganmiz, o'yinganmiz. Xudo xolsa mana endi ham otamiz, onamiz orqasidan mana uylantirdi, bola chaqali bo'ldik. Otamiz qanday tashvishda bo'lgan bo'lsa, shu tashvishlar mana bizga ham kelyapti. Bizga ham kelyapti endi shu. Masalan, biz ham o'g'il uylaymiz, qiz chiqaramiz, to'ylar qilamiz, xalqqa osh beramiz, xalqni chaqiramiz, bir to'g'ri nonni biz beramiz va qilamiz. Ana shunday bugun ajoyib bir kunlarda mana Oshilaka bugun shunday bir aliga yetishib o'tiribdi. Mana eng katta farzandini uylantirib, xalqiga, eliga, og'ayniga osh berib, mana tuz nasibasini o'zida tarqatib o'tiribdi. Mening tilagim shu Oshilakaga uzoq umr, sog' salomatlik. Shu qancha masalan farzandlarini o'stirib qo'yib yetkazayotgan ekan, shu farzandlarning rahatini ko'rsin. Mana Ravshanjon deydi, undan keyin Ikromjon deydi, undan keyin singillarni chiqarsin. Har bir to'yda mana sizni biz xizmatda bo'laylik. Va Karimjon aytmoqchi, mana qo'shnichilik masalan Shu qoyada o'zi eskida to'y qo'shnida bo'lsa, endi to'y bu qo'shniki deydi. Endi shundayda Boshqa iloji yo'q. Karimjon. Bizda qo'shni Bu yoqqa borsangiz ham endi bu yoqni Xudo Alloh beradi. Bu yoqqa borsangiz ham qo'shning kim deb so'rar ekan. Birinchi o'sha. Sening og'aying kim, akang kim, otang kim, enang dedi. Bu yerda borganda shunday ekan, qo'shning kim deb so'raydi ekan. Shuning uchun masalan qo'shnichilik o'tirganimiz, masalan mana men 2 yildir man bularga qo'shnilik o'tiribman. Oldinda 2 etajda o'tirardim. 10 yil 2 etajda o'tirib olganman. Endi kuchimiz yetgancha mehmonlarni kutib, barimizni o'rtaga qo'yib, yo'g'imizni yashirib, barimizni barqilib o'tiribmiz. Mana sening oldin bu yerda ham 2 kishi o'tirib ketdi. Shu Oshilakaning uyida meroperatsiya bo'lsa, ya bizning uyda meroperatsiya bo'lsa, shu tek shu ochiq. Shunday. Men tilagim shu 2 yoshga baxt saodat, uzoq umr, uyali juvali bo'lsin, o'zidan o'zi ko'paysin. Shu ota-onasiga, xalqiga xizmat qiladigan oila bo'lib yetishsin. Sizlarning hammalaringizni baxtli bo'lsin. kelayotgan yangi yilni tabriklayman. Alloh. Shu 96da erishmagan muvaffaqiyatlarga 97da erishlaringizni tilaklashiman. Oshilakaning endi bu первый papka-da, Oshilaka pishashdi. U Oshilakaning ta'limlar, u qani beribdi. keyingi navbatda Ikromjonga beramiz. Qani? Bosti qilibdi. Avvalambor endi ochiq dasturxon atrofida yig'ilish o'tirib savobchisi akam Ravshanjon va yangam Sayraxonlar misol oqshom ekan shu to'yda sizlarning
xizmatlaringiz uchun katta rahmat. Farhod aka sizga ham katta rahmat. Hamisha sizlarning xonadonlaringizda ham to'y tomosha bo'lsin. To'ylarda biz ham xizmat qilaylik. Nimaiki niyat qilgan bo'lsangizlar, niyatlaringizga yetishing. Yuqorida nima yaxshi dilistak so'zlar bo'lsa, hammasiga qo'shilamiz. Ey yasha. Bugun sinfdoshlar yaxshi qildi. Kecha bir to'ylarda sinfdoshlar ha deb qo'yib, bittasi to'g'ri baqa. Bugun ko'rdingmi? Sen onu çağırlaş kal, ana. Kıldı, ben tek kıldı. Aç kötmedi. Geçen sayıdan yüzü. Taşlar varsa benim diyeceğim o. Kaçmış kal. Ki Farhat Bey kana. Farhat Bey. Farhod aka bunga so'z bermaymiz. Malades, Ravshan sinfdoshlarım malades. Farhatlar da borlar. Farhatga söz berishadi bor. Tek turdu, ishni qildi. Yani yana bir gapiramiz hali. Ayağım bir takıp koygan. Ha, bakacan. Bir de